Assalomu alaykum, omonmisizlar? Mana shu videoni olmasam bo'lmayapti. Kechadan beri ikkita savol rosa meni qiynab tashladi. Bu videoni hamma haydovchilar ko'rishini rosa istagan bo'lardim. Kecha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan uchrashuv bo'ldi. O'ylaymanki, bir manfaatli mavzuda suhbat qilib berdim. Keyin savol-javob boshlandi. Shu ikkita savol yuraklarim teshib ketdi-da. Aytyaptilar, ustoz, biz har xil odamlar bilan muomala qilamiz. Ba'zilar to'xtatamiz, ko'ramiz, sezamiz, bilmasdan yoki noilojlikdan qoida buzib qo'ygan bo'ladi. Vijdonan ularni qo'yib yuboramiz. Ya'ni protokol rasmiylashtirmaydi. Lekin ba'zilar yosh bola bo'ladi yoki qasddan buzgan bo'ladi, yo aybini tanimay turadi, yoki tusha sola og'zidan adi kirib, badi kirib chiqadi. Ularga endi qonuniy chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Shu protokol rasmiylashtirganimizda ular bizga shu olayotgan oyliklari harom bo'lsin, bolangdan qaytsin, og'zingdan qoning kelsin, noroziman deb rosa duoibat qilib ketishadi. Shu nima bo'ladi topayotgan pulimiz? Bolalarimizdan xavotirdamiz. Ular taqdiri nima bo'ladi deb so'radi. Endi men bir boshqacha bo'lib ketdim. Juda bir holim o'zgarib qoldi. Ya'ni siz ertalab ko'chaga men shu qoida buzaman deb niyat qilmay chiqqaningiz kabi u dan xodimlari ham ko'chaga bugun senga yozaman deb turib niyat qilib chiqmaydi. Hech kim bir yomon niyat bilan chiqmaydi. Biroz qoidani buzdimi javob berish kerak yog'iga. Ya'ni mezon doirasida men aytdim endi katta ahli ilm domlalar ehtimol noto'g'ri bo'lsa to'g'rilar, lekin qonun, davlat belgilab qo'ygan qonun bor. Mezon doirasida, insof, vijdon doirasida siz qaror qabul qilayotgan bo'lsangiz nimaga uyalasiz? Ya'ni ularni duoibati og'zidan yo'g'i chiqmaydi. Siz bemalol xavotir olmang, farzandingizni kelajagidan, o'zingizni kelajagidan duoibati o'ziga uradi. Lekin insonlar sal bo'lsa ham madaniyat degan narsani qilishimiz kerak. Raz qonunni buzdikmi, javob berishimiz kerak. Bizni hech kim to'xtatmaydi deysizmi? Bizni ham qancha odam to'xtatadi. Biror marta mashhurlikni o'rtaga tiqishtirib turib, qo'yib yuboring deb turib gapirmaganman. Yo meni tanishlarim yo'q deb o'ylaysizmi shu yuqori joylarda? Birortasini bezovta qilib shu vaqtgacha shunaqa vaziyat bo'lib qoldi deb turib qilmaganman. Erkak bo'lib tanaganman doim. Men shu dan xodimlarimni shu qadar hurmat qilamanki, ba'zi holatlarda tanisa tanimasa, bu siz mashhurlik 3-4 darajali. Lekin odam agar xatosini tan olib turib, ya'ni ba'zan shoshilinchdan, ba'zan e'tiborsizlikdan, ba'zan ko'rmagan holatimizda bo'lib qoladi. Bir minut. Ya'ni tan olgan vaqtimizda ular ham odam, ular ham bizga o'xshagan vaziyatni tushunib turgan holatda, ko'p holatda sizga yengillik qilib beradi. Ehtimol jazolamas. Umuman olganda haydovchilik masalasi men tajribam rosa ko'p emas. Birovga aql o'rgatadigan emas, lekin ozgina odam madaniyatli bo'lish kerak. Munosabat masalasida. Nima kerak birovni kayfiyatini buzib? Ustoz deydi, abedgacha har xil odamlar uchraydi. Biz endi shu formamizni hurmati, davlatimizni bir yuzi sifatida harakat qilayotgan odam sifatida imkon qadar o'zimiz bosib turamiz. Lekin abeddan keyin charchab qolamiz. Nima qilaylik? Asabiy bo'lib qolamiz. Shunda bir muzokaraning ba'zi usullari bormi? Shu narigi odam rosa so'kayotgan vaqtda, qattiq gapirayotgan vaqtda ularni ko'nglini og'ritib qo'ymasdan vaziyatdan chiqish yo'llari bormi deb savol beryapti. Nima deysiz bu yerga? Nima deysiz? Men muzokara bo'yicha necha yillik tajribam bor. Bundan dars ham o'tganman. Lekin nima dedim? Eshiting, oxirigacha eshitasiz. Nima deysiz boshqa? Oxirigacha eshitasiz. Keyin o'zingiz qonunni chiroyli tushuntirasiz. Tengma-teng aytishmang. Uni aql bo'lmasa, sizda aql bor deysiz-da, dedim ham. Lekin haydovchilarga ham kimdir aytish kerak shu gapni. Akalar, opalar, iltimos, kim haydayotgan bo'lsa mashinani, bular ham uyga borganda shu formasini yechib qo'yib turib, bolalari bilan oilasi bilan o'tiradi-da. Bularning ham asabi, bularning ham chegarasi bor. Men rost u savollardan ko'p qiynalib ketdim. Hozir ehtimol haydovchilar u yoqdan bu yoqdan gapirib yozar, lekin hammamiz ham odammiz-ku. Lekin Xudoning oldiga borganda nima deb javob beramiz? Bir ko'ngilni buzish Ka'batullohni buzishdan ham yomonroq, uni ko'pchilik biladi. Ka'ba bunyod etdi Halil, ko'ngil ijod etdi Jalil deydi. U Ka'batullohni Ibrohim Halilulloh alayhissalom qurgan bo'lsa, ko'ngilni Alloh taolo yaratgan. Ularning ham ko'ngli bor. Men endi nima deydi? Birov iltimos qilgani uchun yo biror bir narsa uchun video oladigan odam emasman. Rostdan ham men o'zi kecha olmoqchiman bu videoni.
to'xtachi, men vaziyatni ehtimol yaxshi bahololmayotgandirman va hokazo deb. Yo'q, 2 kundan beri ko'nglim xotirjam emas. Mana shu videoni olmasam bo'lmadi. Qishda sovuqlarda qarayman turgan bo'ladi. Yozda issiqlarida svetofor ishlamay turgan paytlarida o'rtada turgan bo'ladi. Siz konditsioner yoqib mazax ketayotgan vaqtda shu odamlar turgan bo'ladi. Ya'ni biron marta umringizni o'zi to'xtab suv berib ketganmisiz? Biron marta to'xtab oynani tushirib, "Aka, rahmat, malades, baraka toping. Otangizga rahmat" deb ketganmizda? Yo'q. Na bir qo'llab-quvvatlasak ularni, na bir yordam bersak, yana kamiga asabini buzib turib bunaqa rost meni o'rnimda birov bo'lishini rosa istamagan bo'lardim. Bu savollar hali men hammasini aytganim yo'q, lekin shunaqa savollarki, haydovchi bo'lganimdan rosa uyalib ketdim. Ming bor uzr. Men butun dan xodimlarim umuman shu yo'nalishda kim xizmat qilayotgan bo'lsa, haydovchilar nomidan uzr so'rayman. Men ham masalan kimdir to'xtatgan payti bilib bilmay e'tiborsizlik bilan gapirib qo'ygan bo'lsam, biroz uzr so'ramoqchiman erkak bo'lib turib. Alloh taolo bu davlatimizda hamma o'zining yo'nalishida xizmat qilyapti. Shifokorlar, o'qituvchilar, ular asab buzilmaydi deysizmi? Illo biz har sohada o'zimizni rolimizni mukammal o'ynashimiz kerak. Otamiz mukammal otalik qiling, erimiz mukammal erlik qiling, xotinimiz xotinlik, farzandimiz farzandlik qiling. Jamiyatda qaysi statusda ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha statusda xizmatni mukammal ado qiling. Otangizga rahmat deb yuborsin odamlar sizga. Shuni aytmoqchi edim. Nega? Bir narsani dastlabki qilib qo'ydim. Bechora bola kutib ketib qoldi. Uzr bo'lolmay qoldim. Endi borib uzr so'ray undan. Alloh siylasin, kunlar xayr o'tsin. Kimdir noto'g'ri gapirib xafa qo'ygan bo'lsa, battar bo'lsin. Aytayaptim shu narsalarni. Rost bir ko'zimizni ochishimiz kerak, kimdir gapirish kerak shu narsalarni. Harakat ko'zlaymiz. Sizlar bilan Muhammad Alisher G'olibov. Rahmat.